Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı çaylardı qarindaşlarım. Allah'ınki cennet salamı boğan Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte sizlar bilan birlikte ügünüp kelgan İslam tarihi namlıq bunu dersimiz. İslam tarihi 7. bab İslam medeniyeti. Bu bab 189. betden 276. betkiçi boğan 100 betke yakın mezmunken qadirli qarindaşlar. Birlikte ügünüp atkan dersimiz Teklimekan Uygur Neşriyatı 2014 yılı İstanbul'da neşir kılan İslam tarihi degan bunu kitap. Qarasanlar Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin degan 3 profesörünün birlikte tüzgen kitap iken bu kitap asli neçe kısım neçe babdan tüzülgen dese 9 babı değil mi isimli karışıkça 9 babdan teşkil tapılan kitap iken biz bu dersi 7. ayının 3. günü birlikte ögünüşkü başlap dikenimiz tehi tügü günü yok qadirli qarindaşlar. Yani kitap 9 bab. Biz 7. babның ahırkı dersi de turvatımız 22. ders Facebook'ın dersimizde. 8. bab İslam medeniyetinin tesirleri, 9. bab günümüz İslam dünyası de 380 bet yani 360 betlik bir kitabın ki 7. babının ahırkı derslerde turvatımız qadirlik qarindaşlarım. Arada bir 10 günden oşqıraq vaqt bu ders üzülüp qaldı. Demişki desanlar bizdeki gündelik hayatımızdan başqa yine bazı yığıllarımız, bazı ticaret işlerimiz bu işin arasına kirip qaldı. Vaxtımız qısa olub qaldı qadirli qarindaşlar. Neç gündən yan qısım biraz vaqt mövqes onun üstüge selametlikimiz mi anca yer vermeye kaldı. Bugün elhamdülillah saat 2'ye yıkılışıp kaldı İstanbul'da. Şundak boğan takdirdima özümüzün vaxtının ki zakitini bir iş üçün elhamdülillah bunu dersini eşip kalan bölümünü 7. babın ahırkı kısımlarını birlikte silerdim. Birlikte ügünüşünü halap kaldım. Diqqətinlə İslam tarixi da 7. bab boğan İslam medeniyeti degan babның ki ahırkı dersi de bolsun qadirli qarindaşlar. Yani bu 7. babның 4. kiçik mavzunun 5. temisi ordu, yani Türkçe'de ordu deydim. Armiya toğruluqken. Peygamber Aleyhisselam devrinde armiya ixtiyar kılganlardan teşkil tapqa. Muntizim armiyanın asası Hazreti Ömer tarafından kurulup Emeviler devrinde terakki kılgan. Armiya başlangıçta Müslüman Araplardan teşkillengen. Vaqtın ötüşüge ergişip Türkler ve Parisler bilen birge Mevali deb atalgan gayri Araplar armiyaga kirgen. Bulup bu Türkler Abbasiler devrinde armiyanın asasını teşkil kılan. Mutesimge okşaş bazı Abbasi xəlifləri Türklerini baş kumandanlığı teyilleş bilen birge Türklerden terkip tapqan alaydı kısımlarını korgan. Selçuklular devrinin 19. əsrinin başları kadar İslam dünyasının bixəterlikini büyük nispette Türkler öz üstüge ağan. Armiyada Araplardan başqalağımı yer verilip Müslümanların birleşişi, birbirlerinin bilim ve tecrübelerden paydalanışını emelge aşuğan. Keyin bazı İslam coğrafyalarda armiyada bazı gayri Müslüman askerlerimi vazife ağan. Bu xil ahval texmi köp Endalus xanadonlari ve Müslüman Türklerde köp bo'lgan. Müslüman asker
ve memurlarının armiyada o'sishi uchun musulmon bo'lish sharti talab qilinmagan. Musulmonlar urush qilmagan ve urush jarayonida Peygamber Aleyhisselam'ның tavsiyaları bo'yicha fuqaro, din odamlari, tarixiy miras, ibodatxonalar, tabiat go'zalligi, ziroat ve hayvonlarga ziyon solmaslikni asosiy prinsip qilgan. Musulmon davlatlarda armiya quruqliq ve deniz qismlari deb ikkiga ayrilgan. Deniz armiyasi tunji qatim Hazreti Osman davrida Muaviye tarafidan qurilgan. Tunji kim yasash zavodi Emevi xalifalaridan Abdülmelik ibn Mervan tarafidan Tartus'ta qurilgan. Yani Tartus hozirgi Suriyaniki Tartus degan yeri aşyamı hozirmi ajoyib muhim bir deniz armiyasini misida muhim o'rinni salmoqni egallaydi. Men Tartus'ga bağlan. Tartus'ta hazırki hem de Rusya'nınki Suriye'nin kol üzmeslik asaslık sebep aşağıda Rusya'nınki deniz armiyasının asaslık nemesi otturu şarkıdaki en ahırki kalesi aşağıda diyen gepini anlayan. Bunun Yemen ikiye bölengen birisi komünistik Yemen yine birisi İslami Yemen diyendek. O taraflarda Rusya'nınki küçüğünün bağlığı öz vaxtıda şu devletinin namıdan ortaya çıkıyordum. Müslüman devlette de armiye, kurukluk armiye ve deniz armiyası ikiye ayrılgan. Deniz armiyası tunca qatim kim? Hazreti Osman devrinde Muaviye tarafından kurulgan. Tunca kimyasal zavodi Emevi xalifelerin Abdülmelik ibn Mervan tarafından Tartus kurulgan. Armiyede asası qoşunlu piyade, okçu ve atlı kısımla teşkil kılgan. Uruş kuralları ve teknikisi. Piyadeler ve atlıklar savutluk, yani tümür kiyim ve tümür kalpak giygen. Kural cihetten piyadeler kılıç, xencer, okuya, kaltak, tümür tokmak. Atlıklar bolsa kılıç, neyze, paltı qatarlı kurallarını işletken. Bunu Ertuğrul degen filmni ko'rsanlar, ko'p qismli televiziya teatri, dizi deb qo'ydi Türkler. Aniq ko'ra olasizlar. Yana taş atadigan menchanak, arg'amchi bilan tartib atadigan arrat. Büyük taxta şeklindeki debbabe, günümüzdeki tanka ve sepillarını yıkıştı işletadigan qo'chqor mingüzi qatorliq qurollarni ishlatgan. Musulmonlarning qurollar arasida o't kuchi bar qurollarmi bar edi. Miltiq doğrusunu cunguluqlardan elib taraqqiy qildirib 12 asrda ishlatishga boshlagan. Keyingi asrlarda top ve miltiqlarni ishlatilishga boshlagan. Armiyaning yemek, içmek ve qurollarını at, tüge, keçir ve pilla to'shigan. Asaslıq taktik qurali hilal ve hücumga ötüp çekiniş bo'lgan. Asaslıq taktik qurali hilal ve hücumga ötüp çekiniş bo'lgan deydi. İslam dünyasida başlangıçtan başlap armiyaga 3 xil vazifa berilgan. Devlet ve xalqni tashqi dushmandan mudofaa qilish, ichki dushmanlarga qarshi jamiyat tartibi, muqimligi ve devlet birligini saqlash. Siyasi hakimiyet yani xonadonlikni isyon ve muhalefet yani qarshi hareketlerine qarshi qo'g'dash. 3 xil vazifasini aytib o'tdik. Endi keldiğimiz vaqiflar. Yani vaqif degan vaqtimizda qadrli qarindoshlar, bu vaqiflar to'g'riliq men Türkligini atqanchada bir ustozni anglag'animcha İstanbul'daki %95 kısım zemini aşağıdaki eslihalar, kuruluşlar, asaslı halka paydalı kuruluşlarının %95% vakıf usulü bilen vakıf asasında kurulgan, işitilgen ki. Hem Osmanlı devleti vakıftan ait çoğun paydalan ki, kendi Maya'da ne depti? Müslümanların dünya medeniyetine koşkan töhbelerden birisi vakıf medeniyetidir. Vakıf benim, vakıf kıdış, atı bitiş, ataş medeniyeti.
Vaqf bir malni insonlarning foydalanishi uchun Allohning rizoligini qo'lga keltirish maqsadi bilan i'ona qilish deganlik bo'ladi. Vaqfni qanday ishlatganligini ko'rsatgan belgilama vaqfiya deyiladi. Bizning Uyg'urchada atadim, atavatdim, atandim deydigan gaplar bor. Dal shu ma'noda bo'lishi kerak, Alloh rizoligi uchun. Yani Adayish Risalesi, Atash Risalesi dediğim bir risale var. Bunu mu tercüme kılımız inşallah. Vakıf medeniyeti İslamiyet'in büyük ehemmiyet bergen hemkarlık ve yardımlaş cemiyetinin bir neticesidir. İslam'ın zakat, sadika-i cariye, üsümsüz qarız, iane, ihsan, qatarlıq tavsiyeleri Müslümanların vakıf kuruşqa türkü qilgan. Kur'an-ı Kerim yaxshi ko'rgan narsalaringlarni sarf qilmoqcha yaxshilikqa erişemeysizlar. 3. sure 92. ayet. Yana güzellikdə və yamanlıqdan yiroq turishda yordamlashinglar. 5. sure 20. ayet. Degan oyatlar orqali insonlarni vaqf qurishga tashviq qilgan. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlu vefat boğanını kılıvatkan yaxşı işleri toxtaydı. Ama paydalıq ilim miras qaldırgan, yaxşı evlat yetiştirgen ve davamlıq yaxşılıq elib keladigan bir iş qılgan, yani sadika-i cariye kişinin yaxşılığını davam qılıdı. 3 türlük narsa. Birisi paydalıq ilim miras qaldırgan. İkincisi yaxşı evlat yetiştirgen. Üçüncüsü yaxşılık elib keladigan bir iş qilgan, sadaka cariye qilgan. Qarasak oldingi ikkisi hammasi ma'arif bilan munosabatli, o'qish bilan munosabatli qadrli qarindoshlar. Keyingi birisi davomli yaxshi elib keladigan bir ish qilgan. Umi yana shuningga texmi yaqin, yana shuning ishi kirib ketdi degan gap. Yani hammasi iqroninki bir mahsuli demekçi. Degan so'zlar orqali kishilarni vaqf qurishga rag'batlantirgan. Buning bilan birga hashamatchilik va isrofning cheklanishi islom dunyosida vaqfning taraqqiyotini tezlatgan omillardir. Bu sababdan bu prinsiplar asosida insonlarni vaqf qurishga havaslantiradigan omillarni bayon qilamiz. Birinci, Allah rızasını qo'lga keltirish umidi. İkincisi insan söygüsü. Üçüncüsü tabiat söygüsü. Dördüncüsü insandaki yardımlaşış his duygusu. Beşincisi nam şöhretini unutulmazlık düşüncesi. Altıncısı demekken mal mülkünü keyinki evlatlara miras qilish arzusu. Peygamber aleyhisselam devrede tunji qitim qurilgan vaqflar vaqtning o'tishi bilan ko'paygan. Abbasiylar bu vaqflarni maqsadiga uyg'un xizmat qildirish uchun idoralar qurgan. Musulmon xalqlar ichida vaqf qurishga ahamiyat bergan millatlardan birisi turklardir. Yani biz Uyg'urlarmi shuning ichida qatorliklar. İslamdan ilgili ko'chman turklarda vaqfning boshqa bir turi bo'lgan ijtimoiy hamkorlik va yordamlashish bor edi. Uyg'urlarga o'xshash yerlik hayotga o'tgan turk qavmlarida vaqf an'anasi va tajribasining borligi ma'lum bo'lgan. Turklar bu tajribalarni islomning tavsiyasi bilan birlashtirib, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va diniy xizmatlar beradigan ko'p sonda vaqf qo'ygan. Abbasiylarning ojizlashishi bilan o'tirg'i chiqqan musulmon xonadonlardan Selçuklilar, Xorazmshohlar, Mamlukilar, Anatoliya Selçuklari va Osmonlilar vaqflarning taraqqiyotida nihoyat muhim rol o'ynagan. Vaqflar Osmonlilarda nihoyat taraqqiy qilib, bir tarafdan xizmat qilsa, yana bir tarafdan xizmat sohasiga atlangan. Xizmat sohasiga aylangan. Yani bir Türk bir alim var, bunun kişinin yazgan şu Uygurlarınki Buddizm
e'tiqod qilgan shu vaqtlarda shu vaqf madaniyati shu vaqtdan bo'lgandiq. Shu to'g'riliq maxsus yozgan bir kitap bor qadrli qarindoshlar. Kitapning ismiga kelmadi, lekin qiziqqanlar ko'rib baqsanlar bo'ladi. Vaqflarning xizmat sohalari. Vaqflar kunimizda zamonaviy davlatlarning vazifasi hisoblangan ma'arif, binokorlik, ijtimoiy yordam qatorliq sohalarda xizmat bergan. Vaqflarning xizmat sohasiga qarab mundaq turlarga ayirishga bo'ladi. Din xizmati qiladiganlar, ma'arif xizmati qiladiganlar, iqtisodiy xizmat qiladiganlar, xalq va askariy xizmat qiladiganlar, ijtimoiy xizmat, undan boshqa kishilik huquq sohasida xizmat qiladiganlar, tan tarbiya xizmati qiladiganlar, hayvonlarga xizmat qiladiganlar. Qancha turgan? Din, ma'arif, iqtisod, xalq, ijtimoiy xizmat, kishilik huquq, tan tarbiya, hayvonlar. 8 turlik vaqflar to'g'riliq so'zlanibdi qadrli qarindoshlar. Bu sohadagi xizmatlardan ba'zilari tul ayol va yetim bolalarning o'sib yetilishi uchun uy solish, yetim bovoqlarga sut ona tepish, hayit bayramlarda bolalarni xushal qilish uchun to'p etish, xalqning savdo setiqda aldinib qilishining oldini olish uchun bozor va do'konlarga tarozilarni qo'yish, yo'qsul qizlarga to'yliq tayyorlash va to'ylarini qilish, turmalardagi mahbuslarga har xil yordamlarni qilish, ishlayolmaydigan, yashangan kishilarga yordam qilish, xalqqa foydali kitoblarni yozdirish va haqsiz taqitish, qishda go'sht bahosining yuqorilab ketishining oldini olish, yemak yegizish, yo'qsullarga o'tin va ko'mir elib berish, issiq kunlarda sharbat, sovuq suv va qarqat tarqitish, bolalar uchun o'yin yerlarini qurish, bolalarga kitob elish, yetimlarga oylik bog'lash, askarlarni jobdush, qo'shinga yordam qilish, qishda o'tkili bo'lmaydigan yerlarga gamilar qizish, yo'llarda xalqqa ziyon soladigan, xalqning salomatligiga ziyon soladigan paskina narsalarni tozalash, qish oylarida qush va kasal turnalarni beqish va davolash, ilgisiz it ve müşriklerin toygusu qatorliqdan ibaret idi. Vaqflar Anatoliyaning turklashishi ve İslamlashishida muhim rol o'ynagan. Türk dünyasida siyosiy, diniy, ijtimoiy, madaniy hamkorlikning o'rnatilishidami vaqflar muhim rol o'ynagan. Qadrli qarindoshlar, vaqflarning boshqarilishi vaqflar vaqf belgilagan mutavalli hay'at tarafidan boshqariladi. Mutavalli hay'at vaqfni erkin irodasi bilan boshqarish bilan birlikda markaziy hukumatning vakili bo'lgan qoziga hisob beradi. Osmonlilarda vaqflar qozilar vositasi bilan Shayxul Islom tarafidan boshqarilgan. 2. Mahmud 1826 yılda vaqflarni maqsadga uygun boshqaradigan Avqofi Humayun nazoratini qurgan. Cumhuriyet davrida vaqflarning ozlab ketishi bilan vaqflarning maqsadiga uygun xizmat qilish uchun ba'zi tuzatishlar kirgizilgan. 1924 yılı 30 martda vaqflar umumiy mudirligi qurilgan. Kunimizda vaqflar bu asosiy prinsiplar asosida boshqarilmoqda. Bazı vaqflarning xizmatleri debdi. Hamda şu Türkiye'de hakikaten her yer qarasanlar vaqflar intayin jiq. Bu vaqflar hukumat almış bo'lgan taqdirdimi? Yani devletler almışkan taqdirdimi? Mesela Osmanlı yıkılıp 1923 yılı onun 10'uğa 3. Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti kurulgan vaqtidimi Osmanlı'da kurulgan vaqflar yenilan putlab turildi. Şu vaqfga hech qanday devlet, hech qanday bir organ, hech qanday bir yer qo'l tekkizolmaydi qadrli qarindoshlar. Ba'zi vaqflarning xizmatlari imoratxonalar,
Dastlabda yo'qsul va yo'lovchilarga tomoq beradigan bir oshxona seviyasiga imoratlar vaqtning o'tishi bilan jami, madrasa, doktorxona, maktab, karvonsaroy, kutubxona, xonaqo ve hammamni o'z ichiga olgan kichik tipdagi bir kulliyaga aylangan. Yani kulliya degani mush yuqorida ismi atilib o'tgan narsalarning hammasi bir insonninki, bir jamiyatninki hojatining hammasidan chiqadigan bir yani kulliya deymiz. Isil bir qurilish kompleks mi deb qo'ydi İngilizce. İslam coğrafyasının her tarafida ko'riladigan imoratlar eng ko'p bo'lgan davlatlardan birisi Osmanlı'dır. Osmanlılarda tunji imoratxonani İznik'te Orhan Bey 1326'dan 1359 yılgacha bo'lgan aralıkta qurgan. İmoratxonaning xizmat sohasi nəhayət keng bo'lish bilan birga asosiy vazifasi tomoq berish bo'lgan. 18. asrning oxirida faqat İstanbuldagi imoratxonalarda kuniga 30 ming yo'qsulga yemek taqit berilgan. 30 ming yo'qsul. Ba'zi imoratlar yemek bilan birga muhtojlarning kirimiga qarab kishi beshiga 3 dan 10 aqchigacha pul bergan. Yemek mülazimetining sifatli bo'lishga diqqat qilgan. Yemeklarning sifatli bo'lish uchun usta aşpaz çağırılgan. Mesela İstanbul idaresi bir qatim Bursadagi bir imoratda tarqatilgan yemekning buzilib qolganligidan xabar topgandan keyin Bursa qozisiga maktub yozib, yemeklarninki sifatli bo'lishini, eng yaxshi go'shtning ishitilishini talab qilgan. Osmanlı vaqtidagi gaplar qadrli qarindoshlar. Karvansaraylar ijtimoiy ve iqtisodiy sohada xizmat qilgan vaqf organidir. Karvansaray O'rta Osiyoda barliq kelib, İran'da taraqqiy qilgan. Turkiyada mukammal shaklni olgan. Taxminan 40 kilometr musofada qurilgan karvansaraylardan din, til, irq, rang ayrimasdan rizq izlab yo'lga chiqqan tijoratchilardan boshlab hamma odamga xizmat qilgan. Karvansaray hem yo'lovchilarning yemek içmek hem yatak ihtiyacını hem de yol bexatarligini saqlagan. Doktorxonalar İslam medeniyetining eng muhim qurilishlaridan birisi doktorxonalardir. Çünkü İslam insanların can ve salomatligini asrashni asosiy maqsadlardan birisi qiladi. Doktorxonalar ayrımlık qilmay hamma odamga xizmat qilgan, qadrli qarindoshlar. Ama Türkiye'de doktorxonani xastana deb qo'ydi. Xasta degan kasal degan gap. Kasalxona deydi. Ondan burun doktorxonalarni shifoxona deb degan. İsmning o'zidanma masala bor. Shifoxona desa adam shifo topaman deb boradi doktorxona uchun. Yani hastane, kasalxona desa men shu kasalkanman, kasal bo'laman. Yani kasal bayaga boraman deb boradigan. Ashani o'zlam adamning kallasida saqaymaslik masalasi o'rtaga chiqadi. Endi qadrli qarindoshlar, 4-mazmundan 7-temisi futuvat ve ahilik degan mazmunga keldik. O'rganayotganimiz başka bir kitap emas, İslam tarixi degan bu taklamakan Uyg'ur nashriyat tarafidan qadrli qarindoshlar Abdujil Turan akamiz tarafidan 2014 yil İstanbul tarjima qilinib chiqqan kitap. Bu kitapni yozgan ustozlarning ismlarini o'qib o'tilib, Professor Doktor Muhammed Özdemir, Professor Doktor İbrahim Sarıcan, Professor Doktor Seyfettin Ershahin. Futuvat ve ahilik ağzımızda biraz nemli olaylı qadrli qarindoshlar. Yani
Ahirki mezmun futuvet ve ahilik. Klasik devirlerde İslam devletlerinde yaşlar teşkilatı boğan. Kuvvet, futuvet, yaş ma'nosini bildirdigan feta sözüdün kelgen. Bağdat'tan başlap büyük İslam şehirlerinde aylanıp yürüydiğen bekar talep yaşlar futuvet teşkilatıga toplangan. Bu teşkilat başlangıçta tasavvuf bilen quyuq münasibet o'rnatgan bo'lsa-mu, ammo vaqtning o'tishiga ergishib kasbiy qurilish shakliga o'zgargan. Futuvat mundaq izoh qilingan. Bir insonning boshqalarning foyda manfaatini o'zidan ustun tutishi, boshqalarning xatoligini ko'rmasga selishi, özür tilashga sabab bo'lgan ahvollardan yiroq turishi, jafo mushaqqatga sabr qilishi, özünü tüvende başkalarını yukarıda görüşü, vədisinde turuşu, sadık buluşu, şekilvaz boğmaslığı, özünü başkalarından üstün görmezliği katırlıkla, kaderli kırındaşlar. Futuvet diyenin mənisi müştaq izahlanıb dikin. Qayta deyle, bir insanın başkalarının payda mənbəətini özüdün üstün tutuşu, başqalarının xatalarını görməski selişi, özrü tiləşki səbəb bulunğan əhvallarını yıraq turuşu, capa müşaqqatga səbr qilishi, özünü tüvəndə başqalarını yuqurdu görüşü, vədisində turuşu, sadıq buluşu, şəkilvaz bolmaslığı, özünü başqalardan üstün görməsliyi. Yəni 10 xil əxlaq mücəssəmlənən futuvət deyən bir ağız sözgə. O'rta asrning büyük şehirlerden birisi bo'lgan Bag'daddagi futuvet teşkilatı Abbasi xalifelerinden Nasir lidinillah, yani 1180'den 1225 yılgacha qatnashishi bilan büyük taraqqiyotlarga erishgan. Xalifa atrofidagi hukmdorlarga maktub yozib, davlatlarda futuvet teşkilatları qurishni talab qilgan. Anadolu'ya Selçuk Sultanı 1. İzzettin Keykavus 1213 yılında Futuvet Teşkilatı'nı kurgan. 1. Alaeddin Keykubat 1219'dan 1236 yılgacha Futuvetni texmo terakki qildigan. Bu teşkilat nahayt qisqa vaqtda ahilik namı astida bir kasbiy hünevven teşkilatıga aylangan. Ahi Arapçada qirindishim degan ma'ni bildirdi. Bu sözün Türkçedeki aqi sözünün elinganligi sözlenmekte. Anatoliyada ahilikning qurg'uvchisi xalq arasida Ahi Evren deb atalgan Şeyh Nasruddin Mahmuddur. Vafoti 1262 yılı. O Alaeddin Keykubat'ның yardım bilen ahilikni teşkilatlandırgan. Bunu ben bir derste anlayan kadarıyla kardeşler, Nasruddin Hoca deb atıldıgan şu bir Nasruddin Efendi deb qiliqli bizga yumurlam aytadigan, qiziq kuldirdigan kishi. Bu Türkler Nasruddin Hoca deydi. Bu Ahi Evren degini aşı adam şu Şeyh atalgan Şeyh Nasruddin Mahmuddur debdi. Bu doğru izlensenler buludu. O Alaeddin Keykubat'ның yardımından ahilikni teşkilatlandırgan deydi. Ahilik teşkilatının hizmet tertibi usta, yardımcı ve şagirdlardan terkip tapkan. Şagirdlikten başlap teşkilatta yukarı ördeşte hüner kabiliyeti şart kılıngan. Şagird hünerini yaxşı öğrenmegüçe dükkan açışqa ruhsat kılınmagan. Her hünerden hünerven ve dükkan sani, iş saymalları ve yayma dükkanları çeklik tutulgan. İhtiyacı qarab işlep çıkarılgan. Ahilikning iqtisadi turmuşni tertipseliştik asas prensipleri tüvenlikice. Birinci, ahinin mutlak bir iş buluşu gerek. Ahinin mutlak bir işi buluş gerek.
İkinci, ahi davamlıq həmkarlaşışcan buluş kerak. Üçüncü, ahi teşkilatı hizmet ve sermaye bazarını tertipki selişi kerak. Dördüncü, ahi davamlıq muqumluqni tutup turuş kerak. Depti qarindaşlar. Yani hünani, bazani, sermayeni depti tertip selişi kerak. Depti qarindaşlar. Ahi teşkilatı tədqiqat qilish tegishli muhim narsalarning birisi bu şagird tarbiyalash jihatimi bu şu ahiylik teşkilatı'nın qilgan ishlardan birisi ekan. Usta yordamchisi, shogird deb 3 ga bo'linadi ekan. Bularmi haqiqatan bizning tadqiq qilishimiz tegishli narsalar, nihoyat ko'p ishlar chiqadi o'rtoq qadrli qarindoshlar. Hatto Jaloliddin Rumiy bilan ahi teşkilatınınki oturusu küreşle yani Nesrettin Hoca bilen Jaloliddin Rumiy'nin oturusudaki bazı tartışmalar bakken kadirli qarindoshlar bu bizge azırcı yip kazan. Eğer bunu tədqiq qilish xalayan qarindoshlar bo'lsa bu tarafdan izlenip köz buludu. Bugün biz 7. dersimizde benim işede İslam tarihi degan bunu kitaptan qadirli qarindoshlar va ko'rsatgan kitaptan 7. bab İslam medeniyetiga oid mazmunni oxirgi mazmunlarini yani idora va jamiyatlar degan 4. kichik mazmundagi aslida 7. bab bu men xato yozib qolibdim. Hozir tuzib tashlab bo'ladi. 7. bab emas. 4. bab emas, asli bu 7. bab. Qadirli qarindoshlar. Tugudi bugungi dersimiz mishada. İnşallah ertadan başlap eğer vaktimiz yetse 8. dersden birlikte 8. babdan birlikte ügünümüz 23. dersimizde görüşüdekemiz qadirli qarindoshlar. İnşallah tayyorligimiz yaxshi bo'lsa 23. dersimiz nimaga degan chaqda mana bu bayatı mededim İslam tarihi Teklimakan Uyghur Neşriyat tarafidan neşr qilingan kitapningki 8. babını birlikte başlab olamiz. 8. bab İslam medeniyetining ta'sirlari ekan. Buningda İslam medeniyetining xosligi va alohidaligi, g'arbga ko'rsatgan ta'siri, uningdan keyin Balqonlarga ko'rsatgan ta'siri, undan boshqa qadrli qarindoshlar İslam medeniyetining Hind ve Xitoy medeniyetlariga ko'rsatgan ta'siri, uningdan boshqa Rossiyaga ko'rsatgan ta'siri degan mazmunlar bor ekan. 5 mazmun. İnşallah 293. betkice övünlükemiz bunu 276. betki kelgan to'q qadrli qarindoshlar. Yana bir 2 ders bo'lgan o'xshaydi bu ta'sirlarmi. Shunda qilib belki 30 ders 30. dersimizde bu kitapni tamamlashimiz mumkin. Onundan keyin başka bir kitapni tutib sizlar bilan birga yüz ko'rishmoqchi. Ondan sonra Allah'ın o'zi amanet bo'linglar. Eğer yaxshi ko'rgan bo'lsanglar bu derslerimizni boshqalardan paylaşıp qo'yinglar. Bu kitapni elib o'qinglar qadrli qarindoshlar. Allah'ın o'ziga amanet bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.